Xabaringiz bor, yurtimizda Open Budget dasturi 1-fevraldan 20-martga qadar o'tkazildi va eng ko'p ovoz yig'gan tashabbuslar g'olib bo'ldi. Lekin bu dastur tugashiga qaramasdan firibgarlar aholini chuv tushirmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Tugadi aka. Sizni kartangizdan hech qanday sabab yo'q holda pul yechilganmi? Balki siz soxta Open Budget qurboniga aylangandirsiz. Open Budget tugaganini ko'pchilik bilmaydi, lekin firibgarlar bu vaziyatdan foydalanib, xalqni botlarga yo'naltirib, ularni pullarini o'g'irlamoqda. Soxta saytlarga ishonib, bank kartalaridagi puldan ayrilgan fuqarolar soni ko'paymoqda. Endi esa barchasini fosh qilamiz. Xo'sh, o'zi bu qanday sodir bo'ladi? Blogerlar bexabar holda shubhali botlarni reklama qiladi. Odamlar botga kirib, SMS kodini kiritadi. Kod aslida ularning kartasidan pul yechish uchun ishlatiladi. Natijada pullar yo'qoladi, firibgarlar esa izsiz g'oyib bo'ladi. Ogohlantirib qolardik, aholimizni o'zi bilmagan, tanishmagan, o'ziga qiziq bo'lmagan o'sha loyihalarga ovoz berib, o'z ovozini begonalar uchun bermasligiga ogohlantiramiz. Hozirgi kundagi o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, har xil botlar orqali kelayotgan ma'lumotlarga ishonish, ulardagi ma'lumotlarni haqqoniy deb o'ylab, ulardan foydalanish tavsiya etilmaydi umuman. U ma'lumotlardan foydalanish kerak emas. Bu fayllarni yuklab ol, hattoki ularni ochib ko'rish yo'lda tursin, hattoki yuklab olish ham mumkin emas. Access granted. All right, we're in business. Bu yerda eng katta muammo firibgarlar yolg'iz emas. Mashhur blogerlar ularni nayrangiga tushib, millionlab odamlarni botga yo'naltiryapti. Misol uchun Open Budget vaqtida qilingan reklamalar hozir yakunlanganga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda aylanmoqda. Hamma joyda Open Budget harjab ketdi. Aman hali ovozimni chiqmay berganim yo'q. Bilaman, narxlar takoy qimmat bo'ladi hali. Xullas biz ota-o'g'il bitta ishonchli bot topdik. Hozirgi zamonda o'sha APK fayllarini qandoq farqlashimiz mumkin? Aholimiz ulardan qanday foydalanish kerak? Bu bo'yicha hozir kiberxavfsizlik markazimiz tomonidan Cyber Qalqon bot Telegram boti ishga tushirilgan. Bu bot orqali o'sha ularga kelgan APK fayllarini zararlimi yoki zararli emasmi? Ularni qaysi darajada zararli ekanligini aniqlab beruvchi botlarimiz yo'lga qo'yilgan. Xalqimiz hushyor bo'lish kerak. Open Budget tugadi, lekin firibgarlar hali ham pul ishlash ilinjida. Agar siz shubhali botlarni ko'rsangiz, darhol huquq targ'ibot idoralariga murojaat qiling. Tilov Boboyev, Asilbek Islombekov, Joyda informatsion dasturi uchun.